Assalomu alaykum. Sizlar bilan Makler Akmal. Uzunligi eniga 20 metr, fasatimiz 20 metr. Umumiy hisobda 4 sotiklik uchastkamiz sotuvda. Toshkent shahar Ko'kcha masjid yonginasida. Ikkinchi liniya hisoblanadi. Boshlangan narxi $215,000, kami bor, joyida gaplashamiz. Sizlar bilan Makler Akmal, profilimda boshqa uylar bor, telefon nomerlarini yozib beraman, telefon qilsanglar. Xudo xolasa yaxshigina kami bor, savdolashamiz. Kirib kelarganmiz, kichkinagina darvozaxonasi bor. Endi 2-4 ta mashina sotirsanglar bilan hozirgi holatda shu holatda hozir kirib yashasanglar ham bo'ladi. Tugallamagan qurilishi bor, yashash joylari bor, oshxona, hammom, tualetlari, garaj, kanalizatsiyalari hammasi bor. Aytib o'tgandek, narxi $215,000, kami bor, joyida gaplashamiz. Telefon nomerlarini yozaman, telefon qilinglar. Sizlar bilan Makler Akmal, oldin bo'lsangiz chiqarsizlar. Shunaqa zo'r yaxshi uylarni o'tkazib olmaslik uchun oldin bo'lib qo'yinglar.